Sana gul olib keldim ben. Voy hayotim buncha chiroyli, rahmat. Beting qursin. 30 yil katta qilgan onaga gul yo'q. Kecha tushgan xotinchasiga gul olib kelgan. Ona sizga kecha olib keldim-ku gul. Yo, menga xuddi shunaqasidan kerak. Ber, ana ona. Buningga qo'li tegdi, boshqa olib kel. Afiye good. Tarararara. Sana nasıl olib keldim ben. Voy, menga ham xursand bo'ldi. Mana keling rais bu, mana qarang. O'z ko'zingiz bilan qarang. Xotinga naski, onaga shimildiriq. Mana, men oyoq yalang yuribman. Menga naski yo'q. Ya ona sizga doim paypoq olib beraman-ku, ayting bor-ku. Yo, qachon olib berdi? Yo, olib bersa kiymaymanmi mana? Olib bersa maqtam kiymaymanmi? Men sana shokolad olib keldim. Voy, buncha yaxshisi. Mana qadrli azizlar, o'zingiz guvoh bo'lib turganingizdek, kechalari bedor bo'lib, bolaga non suv berib chiqqan onaga shokolad yo'q, lekin 4 kunlik kelinga shokolad bor. Ona shokolad yomon ko'raman derdingiz-ku siz. Yo, men xuddi mana shunaqa yong'oqlisini yaxshi ko'raman. Beraymi shuni? Yo'q. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Sana tropik meva olib keldim. Voy, Beting qursin. O'sha tropik mevaga tiqilib olyapsanmi? Mana qo'ni-qo'shni ko'ringlar. Mana kechalar bedor bo'lib boqib chiqqan onaga tropik meva yo'q. Ona kecha olib keldim-ku sizga. Minnat qilma. Minnat qiladigan bo'lsak olib kelma. Ona keliniz bilan shunday ishonch do'koniga borib kelay. Amon. hayotim, endi ishonch do'konlaridan Xitoyda ham yo'q narxlarda xarid qilishimiz mumkin. Yo'q-e? Avalon konditsionerlar 6 million 3 ming so'm. Shivagi gaz plitalari 2 million 299 ming so'm. 30 litrli Mytech televizorlari 1 million 39 ming so'm. 7 kiloli LG kir yuvish mashinalari 5 million 565 ming so'm. Zo'r ekan. Shundan bitta olaylik. Yo, hozir onamlarga televizor olamiz, kir moshina ertaga olamiz. Tinchlikmi? Kecha aytgan narsasini olib bermadim-da, sizga televizor oldim. Ber, bolam, shuncha mehnat qilyapti, ishimizni qil, ber. Ayol kishini ko'ngli nozik bo'ladi, bolam. Ber degan narsasini ber. O'zi sizga aytmasdan bitta tilla o'ziga olib berganman. Beting qursin, odam bo'lmading-da. Aliya bu xo'rlangan qaynonalar kompaniyasimi? Tez yetib keling. Raksay, mahika